Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsiz. Bugun uy sharoitida mana shunday ajoyib va mazali shashlik tayyorlashni ko'rsataman. Buning uchun bizga albatta go'sht kerak bo'ladi. Go'shtni mana shunday uzunchoq parra shaklda qilib kesib olamiz. Bugun ikki xil shashlik qilmoqchiman, ruletli va qiymali. Marinovkasi uchun tuz, zira, qizil paprika va limon siqib yubordim. Ana endi xolodilnikda 2-3 soat saqlaymiz. Men kichik usti yopiladigan idishda saqladim. Ana endi qiyma shashlik tayyorlashni boshladik. Qiymaga tuz, murch, qizil paprika, bitta tuxum va ivitilgan non qo'shdim. Qiymani yaxshilab urib aralashtirishimiz kerak. Tayyor bo'lgan qiymamizni shashlik shakliga keltirib, yog'och sixchalarimizga sixlab chiqamiz. Videoyim cho'zilib ketmasligi uchun ayrim joylarini tezlashtirib yubordim. Tushunarli bo'lyapti degan umiddaman. Qiyma tarelkaga yopishib qolmasligi uchun tarelkani strech bilan o'rab oldim. Xuddi shu tartibda hamma shashliklarimizni tayyorlab olamiz. Videolarim sizlarga yoqayotgan bo'lsa, manfaatli bo'layotgan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling, like bosing va albatta kommentariya yozing. Men hamma kommentariyalarni o'qiyman va albatta javob yozaman. Mana qiyma shashligimiz tayyor bo'ldi. Menda 9 ta chiqdi. Ana endi ruletli shashligimizni tayyorlashni boshlaymiz. Ruletli shashligimizga dumba yog'i ham qo'shamiz. Shuning uchun dumba yog'ini ham xuddi go'shtni to'rg'agandek qilib, parra qilib to'rg'ab chiqamiz. Ana endi rulet shakliga keltirib olish uchun birinchi go'shtni, so'ng dumbani qo'yib, o'rab, o'rtasidan kesib, siximizga sixlab olamiz. Hammasini shu tartibda davom etamiz. Mana shunaqangi chiroyli shashliklar tayyor bo'ldi. Ana endi bularni pishirib olamiz. Qizib turgan yog'imizga shashliklarimizni solib, ikki tomonini qizartirib pishirib olamiz. Mana barcha shashliklarimizni ikki tomonini qizartirib pishirib oldik. Ana endi 5-6 ta kartoshkani ham qizartirib pishirib olamiz. Qozondan yog'ni kamaytirib, avval kartoshkani, so'ng shashliklarimizni solib, olovni pasaytirib, 40-45 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Mana uy sharoitidagi shashligimiz tayyor bo'ldi. Juda ham mazali chiqadi. Albatta siz ham tayyorlab, oila a'zolaringizni xursand qiling.